Teklimakkandan yangrıgan ünçü sadası. Ümitlik qalblarning o'chmas navosi. Mehirlik dillarning o'rtaq arzusi. Yangi Zelandiyadan anglatilayotgan Uncha programmasi. Assalomu alaykum unchimizning aziz ko'ruvchilar, shundaqli yoqtirib anglag'uvchilari. Yangi bir yilning kutilishi arifasida sizlar uchun alayda sonimizni sunmoqdamiz. Men riyosatchi Ra'no G'upur. 2020-yil haqiqatda muayyatli xotirimizdagi alayda bir yil bo'ldi. Ammo har birimizda xotirlashga tegishli xo'shalliklar ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Shaxsan bizning unchi programmamiz yo'lga qo'yilib, ko'plagan qarindoshlarning yoqtirishiga erishgan bo'ldi. Biz ham o'z xizmatlarimizdan olamcha qo'shalmiz. Mana bugun yangi bir yilning kutilish maqsadida Qozog'istondagi taklifli muxbirimiz Shatliq Xudoyqulov shundaqla qadam studiyasi bilan birlikda sizlar uchun salom deb. Assalomu alaykum. Barliq dunyoda yashayotgan qarindoshlar, bizning ko'rarmanlarimiz. Men Qozog'iston Jumhuriyati Almaty shahrida turg'uliq riyosatchi o'g'linglar Shatliq Xudoyqulov bo'laman. Bugun Qozog'iston hem Zelandiya arlığa altın köpür silip, hemimizдің beşini qo'shib, yaxshiliklarga o'rtaq qilayotgan Unchi programmasiga ko'pdan ko'p rahmat etib, Unchi programmasining echilishiga o'zimizning bir kuchlik ulushimizni qo'shaylik deb bugun efirga alaydan chiqib o'tiramiz. Ya'ni shundaqla bugun men yolg'iz emas, bugun Uyg'ur xalqiga, Uyg'ur millatiga, Uyg'ur san'atiga ko'p kuch qo'shgan ustoz Reyhangul Mahbirova studiyamizda. Assalomu alaykum, xush kelibsiz apa. Alaykum assalom balam. Bugun siz bilan biz bu studiyada o'tirishimizning sababi Yangi Zelandiyada ochilgan Unchi programmasining ochilishi bilan, ya'ni shundaqla ularni tabriklash, Yangi yil bayramidan oldida sizlarning yaxshi bir suhbatinglarni alaylik deb alaydan taklif qildik. Xush kelibsiz. Yangi Zelandiyadagi barliq qarindoshlarimiz sizning umr bayoningizni bir anglab baqsaq deydi. Marhamat. Assalomu alaykum. Jiroq Zelandiyada turayotgan, bizning istiqomat qilayotgan qarindoshlarimiz. Sizlarni mushundaq efirda bo'lsa, ko'g'inimizga, sizlar bilan didarlashganimizga nahayat xursandmiz. Sizni spektakl bilan tanıydigan adam bölek. Sizni Reyhangul Mahbirova deb tanıydigan adam bölek. Biroq sizni tabassumda kulki mahir deb tanıydigan qarindoshlarimiz bölek. Shuning uchun bu tabassum to'g'riliq bir qisqacha so'zlab bersangiz. Kulki mahiri desanglar ras. Biz tabassum programmasida mana 30 yilcha bo'ldi. Shu programmada ishlab kelyapmiz. Texchil ishlaymiz mushkullardimi? U yerda Mahmud Darayev ataqliq bizning kulkichimiz, kulki mahiri. Ruqyam Satarova degan bizning ataqliq kishilarimiz bor. Ashlar bilan mana mushu kamgacha birga ishlab kelyapman. Bizniki ustozimizniki buningdan ki 2020-yilgacha 55 yil teatrda ishlab, 30 yil davomini tabassumga bag'ishlagan bo'lsa, qolgan har bir kunini bo'sh o'tkazmay apayniki yazgan şiirlerini okuyumuz, qo'shoqlarni okuyumuz, naqshlarni okuyumuz, naqshlarni anglaymiz degandek. Endi buningdan buyuqi 2021-yildan boshlab ustozning qanday planlari bor, shuni bir anglab boqqan bo'lsak. Endi planlarim shu, agar shu o'ynayotgan hozirgi obrazlarim shu xalqimning ko'nglidan chiqsa, men o'zimni baxtli deb hisoblayman. Hozir mana Anarxan spektaklida Qushnochim deb bir obrazim bor, uni o'ynadim. Endi yanıma adamning armoni to'la. Shatliq. Adamning armoni tugamaydi. Shuning uchun shu armonlar bilan shu armonlarimizga yetaylik deb shunday hayot kechiraylik deymiz. Reyhangul Mahbirovaniki sir bo'lmasa, necha yosh kirganini xalqimiz anglab olgan bo'lsa, mayli. Uni hech siri yo'q. 74 yaşga kirdim. 74 yaşga kelibsiz. Unda qolsa ustoz, endi sizniki yana bir bu studiyaga kelgan sizniki yana bir navbatingiz bor. Shuning oldida biz sizga yangi yillik tabrikingizni barliq zelandiyaliklarga, butun dunyodagi qarindoshlarga, yana shundaqla Unchi programmasiga o'zingizning ilk qo'sharingizni aytib qo'ygan bo'lsangiz. Aziz qarindoshlar, men sizlarni kelayotgan 21-yil bilan chin dilimdan tabriklayman. Balcaqanlar, o'zinglar
aman bulunlar. Salametliğinler zor bulsun. Yaxşılıqlar bulsun. Fakat yaxşılıqlar bulsun deb aştaq tileklerini tileymen. Hem sizler için sen naqşçı bulmuşamın, bir naqşı et berey degan o'yga var. Reyhangül Mahbirovanın quruq so'zlab tabrikligiga hech kim to'ymaydi deb o'ylaymiz. Ko'ngil to'ymaydi deymiz, o ko'ngil to'ymaydi. Shuning uchun anamizning ya bir she'risi, ya bir naqshisi, ya bir qo'shig'ini anglab qolgan bo'lsak. Bo'ladigan gap. Sizlar uchun balalig'im degan naqshini aytib beray. Balalığım kelsen çoğunep, balılıkka alsam çok inep. Çapay miken kuyaş keynedin, balılıknen qoğlap aqsdin, balılıknen qoğlap aqsdin. Men oynagan vallaylaqini, men qanmıgan elleylaqini, çöp kaptı çaşlarımga ak, qaydin tapay olemde seni, qaydin izley olemde seni. Men uçargan laglehlaqini, sat vicdanlıq tilehlaqini. Men uçargan vallaylaqini, sat vicdanlıq tilehlaqini. Baxtimga bak tut qulaqini, issitmas yüreklaqini, issitmas yüreklaqini. Balalığım kelsen çoğunep. Esel. Rahmat. Assalamu alaikum, hürmetlik 10. programımızda tomoshabinlari. Biz Qozog'istondagi Darvishlar to'pi yangi yillar bilan tabriklaymiz. Shuning bilan Yangi Zelandiyadagi 10. programmasi ochilishi bilan bizning to'pimizni qizg'in tabriklaymiz. Nurg'un tomoshabin utuq tilaymiz. Sizlarga yangi yillarda salomatlik, omonchilik tilaymiz. Yangi yillar muborak bo'lsin. Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Mening etim Adiljon Umarov. Men Qozog'istondagi Ringo to'pining solisti. Yangi Zelandiyadagi 3 programmasining tomoshabinlarini yangi yil bilan chin yurakdan tabriklayman. Ajdodlar hikmati u mirasdir, miras. Programmamız yolu qo'yilgandan tartib miras sahifasida o'z muxbirimiz Güzelnur Jurat mas'ul muarrir bo'lish bilan urf-odatlarimiz, shonliq madaniyat miroslarimizni anglovchilarga yetkazishda bejondilik bilan xizmatda bo'lmoqda. Jumladan, mana bugunmi qimmatli miroslarimizdan Dolan Uyg'urlari va muqomlari haqidagi mazmunlarni diqqatingizga sunmoqchimiz. Dolan muqami Uyg'ur muqami san'atining xalq muqomlari turiga tava bo'lgan kuy nag'malarini o'rindash shakli bo'lib, u qadimiyligi, bir qadar ibtidoiyligi, bo'stonliq, yayloq turmush puruqining kuchlikligi va o'ziga xos muzikalik qurilma aloyidliklari bilan qadimgi Uyg'ur muzik san'atiga vakillik qiladi. U Uyg'ur 12 muqomining ibtidoiy qadimki manbalaridan biri sifatida Dolan xalqining uzoq o'tmish davrlardan buyonqi madaniyat san'at an'analarini, go'zal san'at tuyg'ularini, hayotlik qarashlarini, psixik xarakter tushunchalarini, jumladan mantiq fikrlar qatlamini ko'rsatib beradigan o'zgacha tafakkur javharining buluqi.
Uyghur madaniyat san'at xazinasidagi qimmatli madaniy meroslarning biri bo'lib hisoblanadi. Olim tadqiqotchilarning ko'pinchisi Yakan Tiznab daryolarining o'tir eqinidan boshlab Tarim daryosining Lopnur ko'ligacha bo'lgan rayonlardagi bir qism Uyg'urlarning o'zlarini Dolanlar deb ataydiganligini hamda ular o'ltiraqlashgan joylarmi Dolan madaniyat rayoni deb atildiganligini birdek e'tirof qilishmoqda. Mana shu dolanlar bizga o'zlarining ko'p qatlamliq tarixiy turmush faoliyatlaridan yolg'iz ovchilik, chorvachilik, dehqonchilikqa oid mo'l ibtidoiy madaniyat ekologiyasini emas, balki o'z navbatida o'zlarining yashash usuli, mavjudlik ruhi, hayotlik e'tiqodi, urf-odati, axloq qoidalari, badiiy zavq va estetik intilishlar mujassamlangan Dolan qadimki musiqa usul san'ati yanala o'zlarining tarixiy madaniyat qomusi hisobidagi Dolan mashrab muqomlarini qoldirdi. Dolan muqomimi xuddi boshqa muqomlarga o'xshash yurishlashgan naqsh usul musiqasi bo'lib hisoblanadi. Xalq ichidagi peshqadam xalq san'atkorlarining og'zaki ma'lumotlariga qaraganda, Dolan muqomimi boshqa Uyg'ur muqomlariga o'xshash 12 yurish bo'lib, hozir bizga yetib kelib, to'planib, ratlanib, nusxasi turg'izilganlari faqatla 9 muqomdan iborat. Qolganlari bizga yetib kelolmagan. Makit, Maralbeshi, Avatdan iborat bu 3 noyaga keng tarqalib yurgan Dolan muqomining nomi va rad tartibi to'g'risida o'xshashliklarmi qisman farqlanib saqlangan. Dolan 9 muqomining har bir muqomi o'tir hisob bilan 30 minutdan o'rindildi. 9 muqom bir yo'li o'rindalsa, jami 5 soat tugaydi. Bir muqomning ritmi yana bir muqomning ritmiga o'xshash bo'lsa-mu, hatto musiqa qurilmasi jihatda biri yana biriga o'xshib ketgandek sezimni bersa-mu, lekin jami 9 muqom 45 ahang, 90 kuplet tekst, o'zgarish ahangining hech qaysisi bir-biriga yishchanligi, ritmning jalb qilarligi, musiqalik jumlalarning bog'lanib kelishi, udar tiplarining dop taktilishi moslashib, kuchli ta'sirot va musiqalik hissiyot ichida ijro qilinishi anglag'uchi kishida cho'nqur hayajon qo'zg'aydi. Usulchilarni harakatga keltiradi. Bu xil ahvol Dolan diyorli bo'lib qolmasdan, balki Dolan Uyg'urlar tarqalib o'ltiraqlashgan barliq rayonlardami o'rtaq alohidlik bo'lib hisoblanadi. Dolan muqomining tekstlari asosan Uyg'ur xalq qo'shiqlaridan iborat bo'lib, har bir muqom yoki muqomning nag'malari uchun muqim, qiliplashgan tekst bo'lmaydi. Mashrabning vaziyati, muqomchining kayfiyati va qo'shiqchilik mahoratiga qarab, muqom tekstlari o'zgarib turadi. Dolan muqomiga silib aytilgan tekstlar xalq qo'shiqlari bo'lg'ashqa, bu qo'shiqlardagi nisbiy mustaqillik muqom tekstlarining rangdorlik, mo'l mazmunliq bo'lish uchun zamin hozirlagan. Shunga har bir muqomda boy va rangdor ijtimoiy turmushni ajoyib mohirlik bilan aks ettirgan ko'p xil mazmundagi qo'shiqlar har bir mashrabda bo'lsa yangidan-yangi qo'shiq boyligi o'tirg'i chiqadi. Mashrab jamoatining intilish va havaslarini ko'p taraflama qondirdi. Shunga Dolan mashrabini Dolan Uyg'urlarining folklor maktabi deyishga tamoman haqliqmiz. Demak, Dolan muqomi Uyg'ur dolanlarining ijtimoiy turmushining yuksak badiiy kartinasi bo'lib, muqom nag'malarining bir qadar qadimiyligi, yez-yayloq turmush burqining kuchlikligi, usullarining nafs, mardona, salmoqligi, quyuq milliy alohidligi va yerlik alohidliklari bilan Uyg'ur 12 muqomidan ro'shan farqlanadi. Shu narsa aniqki, u Uyg'ur 12 muqomining shakllanish, taraqqiy qilish va bugungidek bir butun holatga kelishida muhim rol o'ynagan. Tarım g'unchilari. Tarım g'unchilari. Tarım g'unchilari. Chet el muhitida o'sib yetilayotgan umoq farzandlarimizning
ana til o'rganishda zo'r tirishchanlikni ko'rsatayotganligidan ular uchun jon pidolik bilan kurash qilayotgan ota-onalardanmi ham hammamiz ta'sirlanmay tura olmaymiz. Tuanda ana shundoq mehr muhabbatlik bir hikoya bilan o'rtoqlashamiz. Yıllardan buyon Yaponiyadan iborat dunyo fan texnikasini boshlamchisi bo'lgan ilm-ma'rifat elida ko'plagan Uyg'ur ziyolilari yetishib chiqib, Uyg'ur millati ko'kida yulduz bo'lib chaqnab kelmoqda. Jumladan mana bugungi kundami o'rganish, xizmat, tadqiqot qatorliqlar bilan Yaponiyada turayotgan qarindoshlarimiz izchil turda o'z natijalarini millatimizga taqdim qilish bilan birga o'z farzandlarimizga milliy kimlikni tonitish, ona til o'rganishiga sharoit hozirlashni muhim xizmatlar tartibida elib bormoqda. Tokyo atrofidagi oilalardan tashkil topgan Misato ona til maktabi ko'plagan ota-onalarning hamkorlashishi, har turli yangicha ideya bilan faoliyat o'rinlashtirishi va birlikda kuch chiqarishi bilan farzandlarimizni Uyg'ur urf-odatlaridan huzurlantirib, bir-biriga qarindoshlik mehrini singdirib kelmoqda. Sog'lomlik, tantarbiya, do'stlik, urf-odat shundaqla et bayram faoliyatlarini tashkillashga alohida kuch chiqarib, darsxonada o'rgangan ona tilni faoliyat davomida ishlatishni rivojlantirib, ma'naviy faoliyatlar davomida o'rgatishni asos qilmoqda. 2019-yili Misato ona til sinfi qurilganligining 3 yilligini tabriklash faoliyati cho'ng tipda o'tkazilib, ota-onalar bilan farzandlarning hamkorligida nodir nomerlar tayyorlanib, ko'rmanlarning shundaqla boshqa ona til maktablarining yoqtirishiga erishdi. Ona til o'qitishida yangilik yaratish, o'zgacha uslub bilan bolalarni yetaklash har birimizning o'ylanishga tegishli muhim masalalarning biri hisoblanadi. Ona til u o'z qarindoshingiz bilan dillarni tutashtiruvchi quroldir. Hazır berimen izahat Öğen til qaidesi Ravan okuğun kitapni İmlayın güzel bolsun marcandek yazhatni Yana dersten terbiye Kızıp bedenni yigre Çınıqtır özüngni daim sap akıl bar sağlam tende Okuyunuz tabiat atlisi Ayan dolar alem siri Nima hava tuprak hayvan ve bak dinişi Matematika Bugün müzika dersi Do re mi fa sol la si Ulahanish amanısa kaldırgan raplat muqamni Yana usul dersi mana Sözü bedenni taza Bosa kaynak hissiyat Michael Jackson'da goya Hazır ders jamiyat Sıcılap atrapni güzel Bedende takder ya çeksiz ronak Tatmakta sanaat Bolgun adep farzand Ahlaklı adem gelsinler Kişi bilim bilen tapar alem şehirler Çok hıl kendi bilmek gerek O bizge buran dur ben goya bir aynen Şu gönül koyup ögenin
Assalamu alaykum hacıratga barliq Uyg'ur qarindoshlar. Yaponiya Misat to'g'inchilar ana til sinfidagi ota-onalar va o'moq farzandlardan hammangizlarga seg'inib salom. Yangi yilinglarga muborak bo'lsin. Mening ismim Nadira, Yaponiya Misato shahrida turman. Endi bir millatniki til, yiziq, madaniyat yo'qaydi ekan, bu millatning bara-bara yo'qaydi. Shu jarayonlarda biz atrofimizga nurg'un ota-onalardanmi mushu bolalarniki ana til masalasi to'g'riliq har xil fikr, talab so'zlarni anglab turdik, har xil andishalarni anglab turdik. Shuning bilan yo'ldoshimiz oilada maslahatlashib, mushu ota-onalarniki peshini qatirayotgan mushu masalani hal qila olsak, mushu farzandlarimizga ana tilda so'zlashiladigan, ana til savodini chiqargan bir muhit hazırlasak deganni o'ylashdik. Hem bu oylarımızı mahallimizga bir qancha ota-onalar bilan o'rtoqlashdik. Bu ota-onalarning ait qizg'inlik bilan bizni qo'lladi, ham buni cho'qim amalga oshirishimiz kerakligini dedi. Shuning bilan biz Misat atrofidagi 6 oila va Tokio atrofidagi bir oila, 7 oila tez arada bir yerga kelib, o'zaro fikrlashib, moddiy va ma'naviy jihatdan o'rtoq kuch chiqarib, bir kichik ko'lamdagi bir ana til sinfini qurib chiqdik. Hozir sinfimiz kengayib 3 sınıflık 30'a yakın o'quvchi olan kichik ko'lamdagi bir universal maktabga aylandi. Endi biz bundan keyin mush ota-onalar yana o'zimiz tang o'rtoq kuch chiqarib, tang tirishib, buni yana davomlashtirib, bu maktabimizni texnik kengaytirish xiyolimiz bor. Alloh xolsa bu xiyolimizni cho'qim amalga oshiramiz. Axırda 3 programmasi orqali hammangizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Hammanglarningki yangi yilinglarni qizg'in tabriklayman. Yangi yilda yangi natijalarni qo'lga keltirishinglarni, teninglarning salomat, oilalarning xursandlik, xotirjam bo'lishini tilayman. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. 3 programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganimdan intayin xursandman. Yangi yilinglarga muborak bo'lsin. Mening ismim Mirzat Battar. Yaponiyaning Misato shahrida boshlang'ich saviyasidagi Uyg'ur bolalarga Uyg'ur tili o'qitish ishlariga mas'ul bo'lib keldim. Endi Uyg'ur tili o'qitishda endi unumli usul deganda til o'qitish jarayonida asosan anglash, so'zlash, o'qish, yozish deydigan 4 muhim nuqta bo'ladi. Bizmi dars o'tgan vaqtimizda shu nuqtani asos qilib bolalarga o'rgatdik. Konkret aytganda asosan bolalar o'zi turgan muhitda hammadan uchrashib turadigan narsalar, odamlar, mushu shaylar to'g'riliq mushu Uyg'urcha ifodalash iqtidorini yetildirish deganni o'ylashdik. Masalan bu bolalarimiz yerlik tilda, masalan Yaponiya bo'lsa, yaponcha tilda bu ifodalash iqtidori nihoyat to'liq yetish bo'ldi. Lekin mushu o'zimizning ana tilida nurg'un yetersizlik yerlari bor. Hamda shu o'y orqali nurg'unlagan tekstlarni ishlash orqali bolalarga o'qitish ishlarini ilib bordik. Birer qahramanni tanlab o'zingizning ilgisi qilib oling. Lekin eng yaxshisi qadam-qadam uni do'rmay, uning bilan musobaqalashing. Dunyoda xilma-xil ulug' odamlar bor. Ular o'z kasbi bo'yicha hammadan ustun odamdan birini tanlab oldi. Şügünisi uni ulug' holda do'rmaydi. Bar amallarni qilib, uningdan ishib tushdi. İskender Zulqarnayn Viktorning qalbisi oldida yushurincha yosh oqqizgan. Lekin u Viktor uchun emas, o'zi uchun yig'ilgan. O'zining Viktorga o'xshash mashhur nom chiqarishga nasib bo'lolmaganligidan yig'lagan. Dunyodagi kulli shay ichida boshqalarning shuhratila o'zining jasoratini hammadan bak jush urg'izolaydi.
Assalamu alaikum. Biz Japonya Misato Gonzila ana til sınıfındaki o'quvchileri. Men Ankar Halmet 10 yaş. Men Burhan Abdulbari 6 yaş. Men Munisa Ikram 9 yaş. Biz sizlarga Vatan dema degan she'rini deklamatsiya qilib beramiz. Vatan naqadar bir yiqimliq so'z desangiz-chi. Buningdek vazini egir, mazmuni mo'l ikkinchi bir so'zni tepish oson bo'lmasa kerak. Vatan nima? O ata-onamizning, do'st qarindoshlarimizning quvvat himoyasi. O tekti makandagi ezan ovozi. O Tangridog, Altay bo'ylaridagi cho'piraqlari. O Yarg'uldagi qarimi shaharning qizg'uch rangi. O qindiq kunimiz tikilgan joy. Har bir insonning o'z vatani bo'ladi. Vatansiz inson qurib qolgan daraxtga o'xshaydi. Vatani bor inson yıkılmaz Tangri tig'iga o'xshaydi. Vatan dema, vatan uchun o'larmisan? Onun uchun pervanede kuyarmisan? Yuragimda o't bor demak tikanlara, mehnat bilan bir dastigul uzarmisan? So'zing yolg'on, o'zing yolg'on, ishqim pichoq. Vatan uchun tartib jiyan kulolmisan? Demak, iniq emas nechun tug'ilganing? O vatanni dil ko'zingda ko'rolmisan? Ne qimmati bu hayotning erkan uchun? Qahri tanda g'ulaç kirib uzalmisan? Yolg'on deyman dengizlarga chimilsanmi? Vatan uchun tosh bo'lishimi suzalmisan? Hammalarga rahmat. Xayr xo'sh. Muhabbatdan o'zgiga yetmaydigan qisqagina hayotliq, harakat, tirishish va kurash demakdir. Biz uchun qimmatdir ma'nilik hayot. Programımızın mənlik hayat sahibisi hər qaysı kəsbdəki aktiv energiyalik kişilərin iş izləri bilan ortaqlaşışını tema qılğan olub, hazırgacha siz və biz biladigan yoki bilmaydigan azizlərimizin hayatlıq musafirləri bilan həm bəhrələnməkdəbiz. Bu qitimliq programımızda Qazaxstanda xizmət görsətgan qəhrəman ana Güljahan Muratova Akbay bilan bo'lgan ziyoratimiz təkliflik riyasətçimiz Şatlıq Qudayqulovning huzurida diqqətinizdə bo'ladi. Barcha qarindoshlarimizni yangi yil bayraminglar bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Yangi yilda yangi utuqlarga, yangi xo'shalliklarga yetishinglarga tilakdosh biz. Bugun sizlar bilan ham biz bilan bo'lgan studiyada qahramon onamiz nurg'unlagan ishlarni atqirib kelayotgan, o'zining butun hayotini xalqim deb, millatim uchun taqdim qilgan Guljahan Murat qizi. Assalomu alaykum opa, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Guljahan Murat qizniki umr bayoni qisqacha etip esedeydi. Ben Uyghur rayonunun Doğun Yirsu'da ketmen mektubida bolup tüktüp, yerket getirmiş çıktım. Orta yer Sovetideydi. Uyadan baş buğaltır bolup işlep, pensiyaga çıktım. Hazır 5 balam ba, oyatı nevrem, oyatı çevrem ba. Allah'ımın qat şükri. Isil. Güljahan Murat'naniki nurg'un saxovatlik ishlarni qilib kelyapti deb anglab yezibdi. Güljahan Murat'na mana 2020-yildagi yilning oxiridagi necha uy berilgan to'g'rilik aytalamdi. Endi oldi bilan o'zimning rasxoti, bolarimning rasxoti bilan 6 semyaga uy bergan bo'lsam, o'zimiz fond qurib, fondidan 55 semyaga uy berdik. O'zingizning bolalari bilan jiqqan aqchisiga 6 uy olgan bo'lsangiz, yana shirkatning aqchisiga 55 uy oldingiz. Endi yana az kunda 4 uy olganmiz. Esil, unda bo'lsa Guljahan Murat'na 2020-yili
bir kunmi dəmilsiz işləpdi desə xatalaşmaymiz. Unda xoğunu Gülcahan Muratova bu yılda 70 öyünü yeni yılgıcı tapşırıp boldu ki dep hesapladıq. Unda bolsa Gülcahan Muratova bu balalarga mınçilik qandaq balalarga öy berip atsız? Yani şundaqla qandaq semyalarga öy berip atsız? Bu bizge qarаңғы болып turupdu. Ben bu işni 78 yıldan tat başladım deysem yengilmayman. Sebebim ben çoğun kolxoz 12 oktyabrda işlep atkanda meni депутат qilib saylaganda manga qo'shimcha nagrush qilib Sovet veteranlarga yardımcısı qilib saylab qo'ydi. Shu vaqtlarda nachar semya shu Sovet veteranlarning produktlarni undaq-undaqlagan nachar semyalarning uylariga berib tekshirib жүріп, xalqning жағдайын tushunib, boshqa odamlarga yordam qilishga bo'ldi-ki degan o'y beshimga qoldi qarang. Ben o'zim biroq bu ishni boshlig'inim men apamdan 3 yaşda, dadamdan 12 yaşda kaldım. Mening birli maqsadim shu o'qisam, adam bo'lsam, cho'ng ishlarni ishlsam degan armanim bo'lgan. Mushu yetimchilikdan qutulsam deb. Hozirgi vaqtlarda nurg'un semyalarga yordam qiladigan bo'ldik. Masalan, men bir yilqi yilni aytganda, Yerkat rayonga 3 million ақша bölüp 300 semyani təminlədik produktlar. Yemək. Yuğur rayonga 2 million ақшаға 200 semyaga, Talğa rayonuna 80 semyaga, özümüzün Qayrat mikrorayonuna 6 milyon 700 min, o hem ақшаны hesaplaganda 6 milyon 700 min ақша şulağa sərf qılındı. Endi şu nachar balalarni ko'rsam, uyqum kelmaydigan bir askadatga aylanib oldim. Amkish Qazaq rayonida ko'zi ko'maydigan balalarga, semyaga ularga bu yilqi yil uy berdik. Ashularning uy epirib, ashundaq qig'inimga men ba'zi bir kunlari xuddi o'zimning balalarimga uy sepaganda xo'shal bo'lib ketgan bo'ldim. Mana bir narsaning ta'tir qig'ini Yuğur rayonuna berib edim, maktab bizni qarshi elib, bizning maktab qatnaşsanglar, bizning sizlarga qo'yib turadigan azroq konsertlarimiz bor dedi. Men kirib edim, meni kresloga hada, mushu kreslo sizning o'rningizda o'tag'iz qo'ydi. Bular nima uchun meni o'tag'izyotiski? Men yilda maktablarga mushu bolalarga yordam qilayotganim uchunmi, yo ota-onalarga жағдай төмен адамlarga produkt taqatqanim uchunmi deb o'zim tingirqab o'tirsam, shu mening uy bergan nimamni vaqtlarimni spektakl qilib yosh o'quvchilar kitob qilib chiqirdi. Kitob qilib chiqirdi. Shuningga xo'shalligimdan qandaq ko'zimda yosh chiqib ketganini o'zim tuymay qoldim. Meni ular bilib olgan qizlar ajoyib. Mana haqiqiy o'zimizning uyg'ur tilida nim degan chiroyli chiqdi deb xo'shal bo'lib ketdi. Hozir mana ashunga alaydan fondlarni qurib, Uyg'ur rayonga butun Uyg'ur rayoning ichini endi qo'limizdan kelishicha ratlab chiroyli qilib qo'ydik deb o'ylayman. Hozir shundoq bo'lganda har oyga 2-3 tun uy to'g'ri kelyapti. Har oyga 2-3 tun uy kelyapti. Bular ko'p balliq, 5 balasi va 6 balasi va dats tashlab ketgan, qaytib ketgan balalarniki adları bilan balalarga uy beryapsizlar. Hozir kvartirada qolgan, konteynerlarda yashab atgan bu so'g'larda ashundaq semyalarni izlab tepib, ashlarga ipirvatimiz. Yana o'zimiz qo'shimchilab, yana 6 semyaga uy berdik. Shuningdan 61 semya bo'ldi. Endi bilqi yili Talğa rayoni akimat chaqirib bizga nurg'un yer berdi. Yani uy saldigan yer berdi. Yani uy saldiganga. Endi ular keldigan yili mart oylarigacha hamma dokumentlarimizni ratlab, tayyorlab berdigan bo'ldi. Ashuningga qanchalik uy durust keldi, ashuni saldigan planimiz bor. Isil. Men shu uyni birinchi uyni selib bitaganda balalarim bana apa endi armaningizga yetgansiz. Endi bo'lganda deb so'rab qo'yganda, yo'q, men mening texo armanim oldida akat uy sog'ini bo'ldi-ki. Men 100 semyaga uy sepasam degan armanim bor deb aytgan.
Esel Gülcan apa, esel. İş qilib Allah Taala salomatligingizni berib, sizni 100 yoshga kirgizsin. 100 yoshga kirsangiz, ya'ni 100 uy, ya'ni 1000 uy qo'shildi deb o'ylaymiz. Endi mayda, ya'ni endi menga mushu yordam qilayotgan xalqim nurg'un. Mushular ay bo'ldi deydi, birlari bo'ldi, bizning etimizni etmang deydi. Men shunda xo'sima, har oyda ularga achotlarini aytib turma. Her kim bir ayның içinde qanchalik avatdi. Sebebi biz bir ayda 2-3 öğlen evatmız. O xalqning aqışı üçün həmisining vaqtida achotlarini berib, həmini vaqtida topshirvatmız. Aşu manga yordam qilayotgan barliq xalqimga rahmat etgim keldi. Rahmat. Endi Gülcahan Muratovaniki 55-60 uyning ichida her bir uyda 5 balı bo'lgan alatdimi? Hazır 200-500 yaqin farzand bo'lish kerak o uylarda deb o'ylaymiz. Shu 500 balning savobini elib, ashlarning ko'z yashini qurtgan Gülcahan Muratovaniki shu uydan uchur bo'lib, shu uydan to'y qilib chiqqan nevralaringiz sizniki. Siz uy berayotgandan keyin kiyim-kechigini beryapsiz, uyini beryapsiz, ham ishini siz qilib beryotgandan keyin sizning nevrangiz bo'lib hisoblanadi. Ashlarning ichida biror qizingiz turmushga chiqib, yo biror bolangiz o'landimi? Yo'q, texi. O yaman uşaq yosh bolalarni olibmiz biz. Texi o darajaga yetmadi. Mana bir bolalarimiz 9-10 klassda o'qiyapti. Allah buyursa, ya'ni mening xo'shallig'ga yerim, men maktablarga borsam, maktablarga borganda, shu mening uy ipagan bolalarim, voy mening mamam kelibdi deb hamsi oldimga yuguraydi qarang. Esel. Yugurganda endi shunchalik o'zim xo'shal bo'lma. Axırғы zvanı qiladi bo'lsam, bular gullarni menga kelib topshirdi, mamam kelibdi deb. Endi uningda o'sha menga baxtga xo'sh kerak deyman. Esel, endi Gülcahan Muratova bugun siz bilan Zelandiyadagi, Yangi Zelandiyadagi 3-programmasi, Almaty shahridagi Qadam TV studiyasi, shatliq programmalar birikib, biz butun dunyodagi qarindoshlarni oldimizda kelayotgan Yangi yil bayrami bilan tabriklamoqchimiz. Shu tufaylidan biz siz nima, sizda qahramon onaniki her bir etkan tiliga o'rinlanib kelayotgan, her bir ağızdan chiqqan her bir so'zi bir nur bo'lib kelayotgan sizdek bir botir onaniki Zelandiyada bütün O'rta Osiyodagi qarindoshlaringizni, ya'ni shundaqla Qozog'istondagi qarindoshlaringizni bir yaxshilab tabriklab qo'yishingizga mumkinchilik bersak, Yangi yil bayrami bilan tabriklagan bo'lsangiz. Bu savolingizga shunchalik xo'shal bo'lyapman. Endi bütün dunyodagi xalqimni tabriklash degan men uchun cho'ng utuq. Şunun için şu hemimizin salomatligi sağlam olsun, ömrü uzak olsun, muşu yeni yılda yeni tilaklar payda olsun, yaş bolalar olsa semiyalik olsun, çoğunlar olsa aman olsun, jutumuz, halkımız aman olsun, zamanımız teş olsun, hiç qandaq iğirçilik bizning xalqimizning beshiga kamizga da o'ylayman. Rahmat. Sizlar bilan bo'lgan Qadam TV studiyasi men riyosatchi Shodliq Xudoyqulov. Rivoyatni tug'ar rivoyat. Muhabbatni tug'ar muhabbat. Yaxshilikda bar gulning uzlig'i, dil xonasida saqlanar abad. Adabiyot dunyosi. Ey ana til bizga sen qolgan ulug'lardin nishon, sen bilan ruhi zaminda iftixorlang'im kelar. Yol. Zimistandan aman qalgan bir odam bo'lsin. O yomg'irni qo'yi yanchiqig'i selib, shamol urug'ini etizig'i chechayotgan bir dehqonning qishig'i borsin. Va uningga "Mana men keldim" desin. Qaytashida 7 uydan paxta tilab, barmoqlariga qistirib menga ko'rsatsin. Atigallik nashtig'i mangan bir farishta bo'lsin. Onun qo'lida ko'k ranglik bir posilka bo'lsin. O aşı posilkani tez yo'llanmada menga avassin. Onun ichidan bir bulbul go'ya chiqsin va menga "Mana men keldim" desin. U farishta uyiga qaytib, paxtadan jin chiroqqa pilik assin. Yiroq cho'l bayovonda faqat men uchunli o'sgan
məndən başqa heç kim diqqət qılmağan bir tüp dərəx bolsun. Onun g'uli tömür, yopurmuq kömüş, meyvesi altın bolsun. Mən şamalның urug'ini qo'yi yanchiqimga selib uning qishig'i baray va uningga mana men keldim dey. Qaytashimda ro'jak tuvida jin chiroq ostida o'ltirib, bulbul go'yani tushab mugidayotgan dehqonni ko'ray. 2015-yil 11-mart Ürümçi. Möhtərəm görürmənlər, şundaqla radio anlıqçılar. Hayatlıqımızda vaqtның tezligidən ötündikənimiz, yetəlməyən arzularımızdan isteklərə həm to'lğan dikənimiz. Ən to'g'risi shuki, tunidan o'tdik. Aytingizning go'zalligini tilash bilan birga, buguningizni eng oxirgi kuningizdek barchaga mehr muhabbat bilan beqib, o'zingizni so'yib yashang. Shundala har kuningiz sizga nisbatan yangi bir yilning boshlanishidir. Önce programmamızning tunji qatimliq yangi yillik programmamizda sizlar bilan birga bo'la olganimdan intayin xursandman. Ben Rana G'ofur. Yangi bir yilda go'zal natija, baxt, saodat va salomatlik har birimizga yor bo'lg'ay. Yanama go'zal mazmunlar bilan sizlarni har vaqt kutamiz.